Siz hozir Konya shahrining eng mashhur nuqtasini ko'ryapsiz. Bu oddiy tog' emas. Bu Tekkale. Shahardan atigi 5 kilometr uzoqlikda, balandligi qariyb 1000 metr. Va bu tepa bir vaqtlar shaharni himoya qilgan harbiy qal'a bo'lgan. Tasavvur qiling, 1000 yil oldin shu joyda askarlar turib, dushmanni kuzatgan. Bugun esa biz shu yerdan osmonga uchamiz. Bugun biz parashyutda uchamiz va yuqoridan Konya butunlay boshqacha ko'rinadi. Agar Konyani balandlikdan ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki hozir siz ham biz bilan birga uchasiz. Kami $2050 bor, kami. Hozir bilib aytamiz. Ketdik. Imron, pastga qarab yugurma faqat. Hozir biz Konya markazidan chiqib, taxminan 10 daqiqalik yo'l orqali Tekkaliga chiqyapmiz. Bu joy ayniqsa hafta oxiri paragliding, yamach parashyuta qulumchilar bilan juda gavjum bo'ladi. Turkiyaning turli shaharlaridan ham uchish uchun aynan shu yerga kelishadi. Sababi shamol yo'nalishi va keng tekislik sabab Konya osmoni uchish uchun eng qulay hududlardan biri hisoblanadi. Ko'rib turganingiz bu oddiy xaroba emas. Bu joy tarixchilarga ko'ra Vizantiya davriga milodiy taxminan 11-12 asrlar tegishli harbiy kuzatuv qal'asi bo'lgan. Ya'ni bu qasr shaharni qo'riqlash, dushman harakatini kuzatish, savdo yo'llarini nazorat qilish uchun qurilgan. O'sha davrda Konya Anadolu Seljuqlar davlati poytaxti bo'lgan. Shuning uchun shaharni himoya qilish uchun atrof tepaliklarda kuzatuv minoralari qurilgan va Tekkale qal'asi ham ana shu himoya tizimining bir qismi hisoblangan. Juda ham eski qal'a bor. Mana eng yuqorida. Hozir men parashyutda uchayotgan paytimda albatta yuqoridan iltimos qilaman, shu qal'ani yuqorisidan xudo xolisa uchur deyman, videoga olaman. Bu yerda hozir soqchilar bor ekan, lekin ichiga kirsa bo'lar ekan. Bugun bayram, mustaqillik kuni Turkiyada, shuning uchun bu yerlar hozir ishlamaydi. Shunday, mana yana kepti parashyutimiz. Mana Konyaning qoq eng yuqori nuqtasidamiz. Mana kaftdek ko'rinib turibdi. Yana bir bor aytaman, Konyaga kelsangiz, birinchi bo'lib shu yerga keling. Atigi hozirgi narx bo'yicha 2500 TL ekan, bir marta uchib pastga qo'ndirib qo'yadi, lekin buning zavqi boshqacha. Buni video kadrlarini hozir qo'yib beraman. Ketdik unda. Keyinchalik Seljuqlar Konyani egallagach ham bu joy harbiy signal nuqtasi sifatida ishlatilgan. Ya'ni dushman yaqinlashsa, shu tepadan olov yoqib shaharga xabar berilgan. Bu yerda bir necha bor arxeologik tadqiqotlar olib borilgan. Topilgan narsalar orasida sopol idish bo'laklari, eski devor poydevonlari, qo'riqlash minorasi izlari aniqlangan. Qizig'i, tarixchilar bu joy nafaqat harbiy, balki dirvishlar, sufiylar uchun ziyorat va chekinish joyi bo'lganini ham aytishadi. Shu sabab Tekke nomi paydo bo'lgan. Tekke tasavvuf ahli ibodat qiladigan maskan degani. Demak, bu joy bir vaqtning o'zida qal'a, kuzatuv nuqtasi, ruhiy ibodat maskan bo'lib xizmat qilgan. Mana bu yerdan butun Konya kaftdek ko'rinadi. Ayniqsa quyosh botish payti bu joy Konya aholisi uchun eng romantik nuqtalardan biri hisoblanadi. Bu yerdan Mavlono muzeyi tomoni, shahar markazi, keng tekisliklar hammasini ko'rish mumkin. Va endi eng hayajonli qism. Bugun biz parashyutda uchamiz. Tekkale Konyada paragliding uchun asosiy start to'dasi. Bu yerdan uchgan odamlar taxminan 15-25 daqiqa havoda uchib, shahar ustidan aylanib pastga qo'nishadi. Rostini aytsam, biroz qo'rqinch ham bor, lekin bu imkoniyat har kuni ham bo'lmaydi. Aşağıdan ayarı dolaşmış. Onu kontrol etmem lazım. Ana hurmatli kuzatuvchilar tayyorlanyapti. Dön arkana, geç kalma, hızlan. Hurmatli kuzatuvchilar, biz hozir zakaz qildik. Pastdan mana shu 2 kishini ko'taradigan parashyutdan xudo xolisa sizlar bilan yuqoridan tomosha qilamiz. Ketdik.
umumiy kelishgan holatda Iroda uchiryapmiz. Uçishga tayyorgarlik. Tamam. Shuni uchirib yoqib kelingda. Shuni uchirib yoqib. Bismillah, qani boshladik. Kameralarni to'g'irlang. Irodaxon, kameralarni to'g'irlang. Mana bunday ingichkagina simchalar bo'lar ekan. Qaranglar, men yirik bo'lsa kerak deb o'ylardim. Endi Iroda ingichka ekan. Bu yog'i endi qo'l ko'tarib turaveramiz endi. Mana do'stlar, Konyani eng baland nuqtasi. Konyani qaysi nuqtasidan qaramang, mana shu balandlikni ko'rib turasiz, hurmatli kuzatuvchilar. Mana qirlarni qo'parib, mana domlar qurilib ketyapti. Qirning ustiga, tog'larning ustiga. Havada oturacağız. Sen alttan tekme vurunca otursan. Oturayım mı ya bunu işleyeyim mi? Bilmiyorum. Hadi tekrar edeceğim. Gel anlat. Anlamıyor. Iroda yaxshi. Oturganda o'zbekcha ayting, o'tiring. Kamera tushib ketmasligi uchun qo'rqqanman, tashlavermasligi uchun mana bog'lab qo'ygan. Mana boyagi potokdagi akalar chiqyapti. Mana hozirgan tushib ketdi bu akalar, mana yana chiqdi. Hadi koş. Mana eng yuqoridan tushdik mana. Qanday taassurotlar? Ha? Qanday ekan yuqori? Shu zo'r. Haqiqiy. Havodashdik. Parashutchilarni Bugungi oilaviy sayohatimiz juda ham esda qolarli bo'ldi. Tekkanli bu shunchaki tog' emas. Bu joy tarix, sarguzasht, manzara va adrenalinni birlashtirgan maskan. Agar Konyaga kelsangiz, albatta bu yerga chiqishni tavsiya qilamiz. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Agar Konya haqida ko'proq sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, TikTok profilimni taklif etaman. Sizlar bilan keyingi sayohatda ko'rishguncha